Chaqmoq McQueen 2 multfilmida Dr. Hudson o'lganligi haqida bir necha bor eslab o'tishadi, lekin unga aslida nima bo'lganligi hozirgacha bizga qorong'u. Xo'sh, uning o'limiga nima sababchi bo'ldi va umuman bu olamdagi mashinalar nima uchun vafot etishadi? Bugungi videoda ushbu narsaga aniqlik kiritamiz. Afsonaviy Hudson Hornet o'zining poyga faoliyatini ilk bor 1951-yilda Watkins Glen nomli musobaqa orqali boshlagan. Bu yerda Doc o'z do'stlari River Scott, Louisa Resh va Junior Muno bilan tanishadi. Unda tekis yo'lda bo'lib o'tadigan poygada mahorati bo'lishiga qaramay qumli yo'lni tanlaydi. Murabbiy Will Hope uni ushbu sport bo'yicha katta mashhurlikka erishishiga sababchi bo'ldi. O'sha yili Doc mavsumni Porsche kubogi bilan yakunladi va o'zini shunchaki Hudson Hornet emas, afsona deb nomladi. Hech bir dunyo yulduzi unga bas kela olmas, u o'zining tezligi va mahorati bilan barchani hayron qoldirardi. 1952-yilga kelib Hudson Hornet o'z karyerasining eng yuqori cho'qqisiga chiqdi. U bir mavsumning o'zida 27 ta g'alaba va kubokni qo'lga kiritdi. Shundan so'ng ushbu rekordni haligacha hech kim yangilagani yo'q. Keyingi yilgi Porsche u uchun 3-chi bo'ldi va tarixdagi 3 marta ketma-ket ushbu sovrinni qo'lga kiritgan yagona mashinaga ham aylandi. 1954-yilgi musobaqa esa Hudson Hornet uchun fojiali yakunlandi va faoliyatidagi oxirgisi ham bo'ldi. Vrachlar unga boshqa poygada ishtirok eta olmasligini aytishdi, lekin Doc baribir qaytishga qaror qildi. Lekin uning sponsori allaqachon unga o'rinbosar topgandi va Docga rad javobini berdi. Shundan so'ng Doc o'z shahri Motor Cityga kelib, poygani unutgan holda tinch hayot kechirishni istadi, lekin ko'chada hamma uni tanib qolar va rasmga tushishni so'rardi. Bu narsalardan to'ygan Doc 66-shasse bo'ylab sayohat qilar ekan, har safar yoqilg'i quyish uchun to'xtaganida uni hech kim tanimasdi va Hudson Hornet o'sha yerda o'zining ikkinchi hayotini boshlaydi. Afsuski, Hudson Hornet 2009-yilga kelib vafot etadi. Mashinalarning ikkinchi va uchinchi qismida biz uni ko'rmaymiz, lekin u qanday qilib vafot etgan bo'lishi mumkin? Mashinalar multfilmi rejissyori Jay Warddan bu haqida so'rashganida, bu sahna tomoshabinlar uchun yoqimsiz bo'lganligi uchun kesib tashlanganligini aytgandi. Albatta, bu multfilm bo'lganligi uchun Pixar studiyasi iloji boricha bu mavzudan chetroq chiqishga qaror qilishgan. Xo'sh, unda Doc Hudson qanday vafot etgan? Mashinalar olami odamlarniki bilan bir xil bo'lganligi uchun ular qarilikdan vafot etishi mumkin. Doc Hudson esa Radiator Springsdagi eng qariya mashinalardan biri hisoblanadi. Demak, mashina markasi qanchalik eski bo'lsa, ehtiyot qismlarini topilishi ham juda qiyin bo'ladi va shundan so'ng mashina vafot etadi. Qarilikdan vafot etgan mashinalardan biri bu Stanley. Aynan u Radiator Springsning asoschisi bo'lib, u yerga mashinalarni kelishiga sababchi bo'lgan. Chaqmoq McQueen haqidagi qisqa metrajli multfilmda Stanleyning hayoti ko'rsatilgan. U shaharda yoqilg'i shoxobchalari va mehmonxonalar qurdirgan va yillar o'tib uning temir organizmi charchaganidan so'ng vafot etgan. Bundan tashqari mashinalar olamida qotillik tufayli halok bo'lganlar ham bor. Ulardan biri Elon Turbo bo'lib, josuslik paytida qo'lga olinib, kvadrat shakliga keltirilgan. Road Redline esa alinol yordamida butunlay kuydirib yuborishadi. U o'limidan oldin agar mashina motori yo'q bo'lsa, uni tiklash mumkinligini aytgan edi. Shundan so'ng uni qaytmasligi uchun butunlay parchalab tashlashdi. Shunday ekan, motorning ishdan chiqishi bu o'lim sabablaridan biri bo'la olmaydi. Albatta, yangi mashinalar uchun. Chaqmoq McQueen haqidagi qisqa metrajli multfilmda Metr va McQueen o'rmonga borishganida mashinalar qabristoniga duch kelishadi. Yaxshilab qaraydigan bo'lsak, ularning barchasi eski modellar. Bu esa boya aytgan teoriyamizni tasdiqlaydi. Demak, mashinalar xuddi odamlar kabi yashashadi va vaqti kelganida vafot etishadi. Nima deb o'ylaysiz? Dr. Hudsonning o'limiga nima sabab bo'lgan? Albatta, javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.